Turgut. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Qandaq ahvol? Yaxshimisan? Ha, bu yoqqa Voy qapsan. nima kelyaptim aka? Atiga uzoq qolibman. Nashlik qilmagandim. Ha. O pranikingni ilib idora bir nashlik qilaymikin deyman aka. Oo, jinim soqqam soat 10 bo'lib ketdi. Mush vaqt nashlik qilmay, nerda qolding? Bilmemse aka, akşam kecha sorun oynab. O yutqandan tiydi qoldim degan aka. Qiziqga qilsajima, kira. Nimlarni? Bizdan tanlab olasaqam. Mana qarasaqam, uncha ganjib, uncha xafa bo'lib ketmang. Nima deysan? Ya aka, deganda dadamdan bir nangu 10 ne oldim degina. To'xta. Bir nom 10 ming degan bo'lsam, nosh tiqib bo'lsa saqam, ham yemshima. Beni bunda kılsan sen bu sam teyiptim yine aka. Bilip durup bilmegeç bolası ki salık açam olur. Ben ne bulattı dadam da ettige bir şey çıkıp anlamadım aka ben. Dadamın neydi o? Nimdette ettige ben ulan kaptım edigine. Valla bunu kimin diyeyim yüzünü çalıp pulup korsam biçer dadam terliğin çürük gitti. Ağzına kez aldık geldi. Her bir de sigara hü kıldık ona. Yine kalkıp be dada. Ne koysa? Sen onu okuram. Çiçim ya sotma balon dedi bana. Güzel. Oğlan, bağırıp kalsam ayak top ha. İt oğlan da çıkıyorum aktasam latı yok. Dadam benim git ya dada. Yine onun latısı beğenir mi? Ayrım it oğlan. Desem, yok arayız. Buydu bana sen de başka latı yok dedi bana. Bunun gülemse aka. Erpan aşk kapımı ne var? Yedip koy. Oy, vallahi. Yaşlar kuvvetli. Oy, apa kilangan? Nefes gittiler bu. Nomor tayyorladingiz. Yemamiz. Opa, bizni maktabda o'qigan Uyg'ur xalqi birlashib millat maktab faoliyati o'tkazadigan bo'lgan. Ha. Sonda Levishkisi uslab chiqib ekan. Oy, rasma. Benim kızım yaraydı, ne yaraydı. Valla, faaliyetki o sonu usulüydü ki. Sen bir numara göstermemişsin. Men opa bilan qolaman shu faoliyatda. Nav numar ko'rsatma. Oy, kimin numara gösterse? Yumurtlayman. Yumur? Ha. Okandan tayyorlagan ikki yumur bek qiziqchimi? Oy, şimdi ama. Ondan olsa, bana şu yumurlarını bir sizlet begine. Bizim tündürerken başkalarım küydü. Eğer bizim tündürerimizden başkalarım küymeydi yumur. Siz bilan opa kuzini terib etmayman. Ondan olsa bir kildir ettim. Bir kuni Ahmad ma'lum debdi-da. Oğlum şu maktabning kayni kulchaga qarang. Bir bola tushib ketgan, bolalarga sukut terib qilib qoldi, faqat manlik ilmida. Bu bolam cho'g' o'psaydi bo'lsa, kiyim kalash kulchaga tushib ketgan. Oğlum bu mendden gidek. Ahir misin diyene? Muallim Ahmet yan to'g'izibdi-da. Sen so'g'at degansiz jumilsiyadi. Dodam shu so'ngisini ko'tarib sirib chiqyapti. Yo'q, qani bu so'g'at. Voy, so'g'at degan dodam so'ngisini mammaliyam. Bana böyle demiş kapatsana. Oy, ileri dede. Otur. Açımı çiğse attık şu. Hey balam, ben tünügün bir yaman şükür yaptım akıra. Kandak yaman şükür kapsa. O şeyinki o, bir tağının çok sıkı çıkıp yıkılav atkıda ektigine. Ne? Ne tamam çok sıkıcılar geldi o. Dada, beni öyle koy da yıkılav atkıda. Oy, öyle koymayız. Neyme deydi o imanı bana. O iş aslında asan buladıkan bolsa o yıkaç kalak ne? Bunu öyle koymam tümüne aymen. Oy hazır bu şimdi tükettiniz yıkandın beri. Bir telefonunu kırdı mı sana? İsim kursunda da. Tünüge sınırla işkisi telefon kılıp sana salam et kalktı. Şu kıvılan tüygağım benim. Hey balam, men bu kitfar sen sanay. O sen bunda hava vakti emasdi o. Dada, bu ne diyorsun anne? Hey balam, bana mı dese, düşenmezse.
Birisi birini dese vaxtida demeyse. Birini sorsa bilmeyse. Oy muşu kıllardı sen neyim bolup kettin deymen oy. Oynsam bunu müngen gibi bir noğuçuluk ulup etmeken de o. Kızlık getirip gelse dedi. Nerede ayak kişi er kişi olgan ba? Vurman dep şundak konu köterse. Dadam mı değil mi? Desep toxtab kaldı. Oy balam oy. Bu inan bir çimip ketti hazır neymiş kılıp tuttu. Şu ticaret kıvatı men. Bir baştan İngilizce öğreniyatı men. Deydi. İş kılıp bu balağa men işermey mecmu dedi. Ondaktı bu hazır ne turu tuttu. Bir parça boğrunu sep köylünü açtı duruyor tuttu. Hey, tüstü ket kılına tüstü. Çak. Hadisini oydu duruyor tuttu. Hadisini oydu. Oy bu öy alımendiken vaxtıda biz pul üretken tıkkı. Hedef mi bu da hedef ya? Babanın kendisi de közden içine karab onu erkek kütüp koydum da. Bana 40 yita edip kaldı tek toy kim diye. Her şey, yügülüp telefon kıl. O taraf kayıtıp gelsin bu yıl nereden olsa onun toyunu kılımız. Bu. Çıktığımdan kaysı bir sınırdan toyunu koymuş gibi. Tamam. Neyim dedi la? Ha? Kim dedi? Hemen telefon koy kaçıp gelsin dedi. Kayıtıp gelsin. Oy bu kiyoğanın aydı mı? Açtap uzun toğan bağ mı? Oy namus kılmaydıganını kara. Vay benim göz aldım bir kez sözüne kime? Onun misalde bir kırdak iş çıkıp kala. Çıkıdı. Kirdiğim bolsa ama talla bazarası ötküsüp ettim ben. Ben bağıl Lincoln'un parındaki kadar meblağ silip şu işini kılaydı ki. Senin balam açta kılaydı. Açta parçakı başını çiftli koysak konuşup kala o yağaç kulak ey. Sodan ketedi de hatırca bunu bu işler çok kumyak söktürdü. Ha? Assalamu alaikum. Aleyküm Assalamualaikum, selam. Pak. Yaxşıdırıpsızlar mı? Merci. Yaxşı qılsın. Papa, Ha? o bu bilan dadamcha. Muavinin dadam ferdi ketken. Siz maktabga ma'qulchilar keladimi? Keldigan vaqt qoldi bola. Maktab so'zlagan yumurqa ishga xatoga keldi. Yumur. Ha. Oy. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ekrana. Ne kadar tamam. Yo'q, yaxshi. Yaxshi, o'tiringlar. Lili,姐你来了。你好，你好，是。 Yürü. Ha? Ama erkek mi o? Ay, nasıl kıpıl. Lili, takip yapma. 谢谢阿姨，我吃过饭了。 Yürü, yok et ketmişsin. Sizin fakat bir köyüdünüz mü? Pek aldıraşıp ketmez mi kandak? Akşam partem kılan çayını kıramadınız mı? Yıkınıyor bek oldıraş. Mektepten desin bek yığılışıp gitti. Şu. Bu aldıraşlıktan gepini kılma. Bu şirket şunu aldıraşıp gityaptı. Leyli'ye uygun çıkartışını gidip koymaya tegeldim. Şunun vakit çıkarmayı var. Siz mi aldıraştınız? Lili'nin çok şık balığınız öyle atıdı. Yaxşıptı. Falan, mektep küçük kalma mı ya? Kumba işte var mı? Osman'a toydun mu? Toydu. Maklayan daslar falan. Kira, tavukka. Udah, motor Fransalayla. Bir ish aqlamayram meni. Biz g'uljiqlar ajoyib taqilamiz jumbo. To'y to'kkan o'ltirish bazmi baralarcha chaqchaq qilsa bo'pti. O'zim yutdim chaqchaq qon bormi? Sen parat sen qilding. Rahmat o'g'lining uyiga kirib, aytlidik, bu chaqchaq bo'ldi-ku. Hey, at kıldık deyimiz. Oy tas kaldılar ölümlü kırkıga aylandırıp etkine. Vay o, men kirsam Ahmet o'g'li yig'laytibdi. Ko'rishdim, men eslab yig'lab ketdi bu Ahmet o'g'li. Voy otam, qanotim sundig'i otam deydi. Men asla qo'liga
Qanotun sunğan bilan pokunun saqlab qo'ydim. Oşu gepim bilan voy otam deb yig'layotgan edim. Otam deb o'tib voy onam deb yig'layotganda. Bu Mehmet Bekan bizlar. Shu kelyapti yonimga. Ahbat o'g'il qarag'ana degan bo'lsam, qavatli yig'lab ketyapti. Mushu qo'rajoy ochninga miros qolamdi nima demenda. Hey, qara, senin bu yığızın çok qara. İli qo'shmayla qalamga o'xshash ham yeydigan, ham deydiganli bir yığız oldu bu. Endi qanday qilsa bu ig'iz deganing vazifasi shu-ka, Sovutka. Oo, şu balam. Benim demek şu oğlum. O işkinesine adamın ömrünü ölçep bergen. Vay deydiganlı dep, yeydiganlı yapılıp ki ya yelenmey, ya delenmey. Muşul kuruk ömrünü kama deymen ha. Ağzım uçmağına hakikaten. Ve her asvay. Bunu benimle tövündeki yıbbılga. Ne mi devidin? Yuvka bu? Ha, paratol işkimiz bir işte verdileşken de yüzler sürüydük seni. Razı zerbi yürüydün. Ha, Yuvka. ha. Oy bu tefsirlere dikiler var kılıyor ama. Manda şoğan. Ötkendi. Yuvkamın iş kadar ötkit basam. Oturup gitti bu adam. Beş çıkıp gitti. Bu neyim boğandı bu adamga? Bir ahvalını so'rab qo'yay deb. Yuvka, ne buldunuz? Mijozunuz yo'qmi? Desam yig'lab ketdi bu odam. Yoqama bolam. Yoqama bolam. Mamay saqlab chiqib qoldi. Mamaydan arasam. Qandoqmi qilaman bolam? Yong'oqchilik tatib ketaman bolam. Deydi. Endi bu odamlar ko'nglini yasab qo'yay dedim-ku. Voy xotirjam bo'lsizlar, Yulka. Favqulodda shu mo'minimizga bir qazo yetib qolsa, mana men sizga 30 yoshga cho'kadi bilan tanishtirib qo'yman, deb qo'ymamdim chaqchaq qilib. Shu kundagi mo'may tugab qolsa bo'ladi. Sizlar borib qaytib kirdim. Kirsa bo'ldi, Yulkam yig'lab o'tibdi. O'yinga o'tirdi. Vay dostum, amalim yok dostum. Vay dostum da meni yenimga kelib, vay dostum da bana yelkani qada qilding deydi. Oy bu haklar hemmisinin dadili meninkine okşap gitem değil mi ha? Şu başkım o bu mamaylarına baş üst gitti yediğine. Dada, neyin baş üst gitti o? Göçle baş üst gitti dağıtma. Göç. Şu bozorga borsam go'shti kilosi 58 so'm deydi. Sen bu şkallı dişpa kalacak da zürüyevegin değil mi? Yumi, chiroyingiz faqat yaxshi emas. Bir ish bo'ldimi? Qandoq ketdingiz mendanjimi? Lekin sizni xafa qildim deya. Yo, lekin meni bek qatırlaydı. Yaqin yaxbarlikni qulaman deb bek ildirash. Biroq chiroyingiz pekli seriq. Mijozim yo'q. Ha? Qo'l kesilim qo'zg'andim deb qo'rqaman. Astagfirullah, Yumi. Darhol doktorxonaga bering. Salomatlikka muhim tursa. Faqat vaqtim chiqmadi. Hey, Yumi bunda qilaylik. Endi siz maktabdan bir ruxsat so'rang. Men sizni mashinamga sepdik doktorxonaga bir ko'rsatib kelay bo'lamdi. Sizni avar qilamanmi? Voy, men qanchalik avar bo'latdim. Biz degan yaqin qo'shni tutsak, onun ustiga yaqin tuqqan bo'lib qoldik. Tuqqan degan bundoq taklif qilsa bo'lmaydi. Sizning ishingiz mening ishim, mening ishim sizning ishingiz. Onun ustiga lekin shundoq aldirash tursa. Qancha? Bizning maktabimizda holat batdi. Chipolni ko'ylak gapiradigan faqat vaqtim chiqmadi. O ko'ylaklardan xotirjam bo'ling. Men ikkisini tozdek chiroyli yasab maktabga yo'l olaman. Sizmi oldiryapsiz? Qo'yay qancha aldirash bo'lsa ham, ular vaqtimni chiqirma. Leyli tushdi bizning tomoq yesinjimi? Ha, mayli. Ras Yumi, doktorxonaga bo'lishni qilmaylikmi? Aytma shirkatning ruxsat so'rayman. Sizga ming rahmat. Arzimaydi, qo'shna.
ben bir uxlab qo'yibchi, lag'mining polog'iga qapti qo'ysin. Oy qiziqkansiz, opam poloq ang amrak shu poloq etdim. Bolam, sen müçü uxlavermey, patamga hervi deyishdi. Voy, qarasina, uxlavermaydim. Va men shu yerdan shotman buningga abi. Uxlavermaydi. Men shu boshqa uxlaganda uxlayman. Boshqa qo'rqqanda qo'paman. Mana o'yga o'tirman-ku mana. Ya, nima qiziqkansiz? Laqimiga tishlab bo'lmamdi bu. Hey, Bolam, bu laqamchi Otimirat qolgan laqam bu. Bu dadamlar uchun bu laqam kinoya qilib qo'yilgan. Unda xo'sh bizim Davud kelganda oran emilishdi-da. ben bizga gapiraman. Sen bolam. Ha işte bolam inek taqshay dedi. Şunun sen patamga hervi daptamsan qanday bo'ladi bolam? Benim apa, to'qim gitmani anlayman. O'zini so'raman buni, ha u deyish kelyapmi? Endi ha u deyishdim deb bunaqa tikchilik dukunni qilib aka ko'yniga matchga deb qasa o'tiramdim endi. Aka bir yiqilib uxlab qo'yganchu, asmiyazim bor edi. Ish qilibchi bolam. Mening qilgan gaplarim qulqindim etgan bo'lsin, ha? Allah shunda o'tachindim apa, men sening gitmani anlamagan yerim bormi meni? Ha. Tamoq yeydi bo'lmaydi. Oy, Xiljiban, yaxshi turibsizmi? Yaxshi, o'zingizchi? Aman emas, turdiq kunlarda qarang. Oy, qo'saq tozimi ichib edala. Oy, men alaytan deb tamoq etib yo'qlab kelmagansiz, haqishan odamni xo'sh qilib. Sizga aytib kelsak, bu tamoq etib turganlar bordir. Men bu tamoqni cho'q, Mahmud ustamning uyini yo'qlab oldim. Oy, bu endi nima degan o'yas, Xiljiban? Bu oshqozon degan nima-chu? Kunduz ketib eshib turdi ekan. Uni shamolyat buran kirib yurishga texim bo'lmaydi ekan. Shunasi kelin balni etmagan tamoqni yeb yashayapmiz shu. Shuni yeb yashayapsiz bo'ldi ekan. Nima qilsangiz bu tamoqlar bo'yinda? Xiljiban, endi biz bu dunyoga shu tamoq yeyish uchun keldik-da. Endi nima keldingiz? Oy, albatta mehr muhabbat uchun keldik-da, qarang. Oy, bu yolg'izlik deganda mehr muhabbat degan nima bo'lmaydi ekan, qarang. Bu yolg'izlik degan joniga bir ekakkan-ku albatta. Şunlaşkı bizim onun atı boğullarımız yalnızlık ne? Hayvanı besi o da doğru eğitken de. Bana biz hazır hayat seferimizden o tırlarda her işlerimiz yurtumuzdan ayrıldık. Şehirlikte bek kıyınlık edilken adam karak. Şu vaktini çığ tutup baldırak bir alma olap ötmeyimiz mi? Yani şu yapma, oldular tomuqım soğuk gitti ben mağay. Karam. Siz şu bunu tamakla apırıp kelgendin kiyin. Andım ben kaydı o içi kaççıydı bir elçikirsiz bakayım ya. Sizin öyle mal basır dep kaldınız mı? Xiljiban, andaktım ben kanda kılıma karan. İzran otudu köyüp pişipmiş da yürüküm zerdap bulup yürüyüverem ben. Boldular ben mağay. Hazırcı bu vakt demez. Vakt gelgende kırget bol. Xiljiban. Gördün mü ki vakt demez ne dedik ya. Ülkede bir toydu o, öyle kessin. Oldu o tücüvan mı kadar? Ana, kanka. Kesme yaşlı dolu. Oy, yerinde yoktu bu. Bunu çak felak mıydım? Hayatın payda oldu oy. Kızlıkka qilsa javodatga qara chaqchaqlaringni. Yosh vaqtimda kuyayotgan bir payt o'tgan sayasini. Doğru deyse, balam doğru deyse. Bizler yaş vaktimizde yemişen bir parça ottu. Bana hazırçı. Hastaya kırap durmuşsa yıkılıp çüdüğün porkutak aynı kaldık deyin ha. Hadi gap dağıtsak. Porkutak mı vaqti kelgan shunda kuydirjimi? Porkutak köyse iş gözden kirib vazimamı çıkarıp etmiş o ya da. Ey balam kara. Yaş vaktlerimizde bizim peyzimizni dadamla onu tazı köygen. Şu çağlarda biz onunla yakın alağınıydı o. Onun ömrü kısa olup kaldı da. Oldular. Bunda köyün haş olduğun paralarını kılmaydı. Özümüzün kipik kesek falan mı yıkındı biri görünmeyle kaldın bu. Soğuk zambınısa. Ben iyilik işlemem de idardan çıkmağım 3 yıl olgan. Çık zandım. Lekin nemi qilganini uqmay oxir izlab topdim. Yaxshibdi. Voy, rast bunu.
Kızım neydi? Dadam koruğa to'qib bermiz qurman deb yuriydi deydi-ku. Unda qilmassan ne etrafı suyun olmasın. Unimi o'ylashgan aka. Lekin qursam bu mahalliga qurmayman-da. Bu bizdek turayotgan mahalning muhitini buzmaymanmiz bu. Ha, mana bilma. Gepim bo'ladi mana qara. To'qib eqish yaxshi ish. Uni mahallada emas, xalroq bir yerda boqsa-chi, u texmi yaxshi bo'ladi. Chunki to'g'ini tuxumi yaxshi bo'lgan bilan qara. Voy, buning gandisini purqichu odamni bir oladi. Uning ustiga buni agashtirib kelgan chuvini-chi o'tiqi. To'g'ri, lekin to'g'ini o'qdi birayatga shunda foyda emas bu. Ey, uni men bilmayman bolam. Biroq men odamlar orasidagi nacharlarni nimada bahoratlaydiganligini bilamsan. Nima deydi ekan? Voy, to'g'ini to'qi deydi. Nima qiziqchi bo'lsa o'tkazadi. Voy, hamma chaqchaq gaplar voy. O'zgimizni kelaylik. Endi nima ish qilaydi desa? Oldi bilan shu mahallimizning tövendagi 10 moyaga zamoniy parni qilay deb o'yin bor. Ey, bu zamoniy parni degani nima bo'lib ketdi bu? O'chi qara aka. Ma qishni kuni saypay qo'g'on tavuzda ig'iz tegalaysan degan gap bor. Uning ustiga bu maqsadlarni yerlik o'g'itlar chiqirimiz emasmi? Assalomu alaykum. Bu merkezlar. Bu talaqindan qanday ovoz yaxshimi? Obdan tudingmi? Bizlar yaxshimi? Bormisan? Ha, bag'u. Ko'rolmaysan bu. Voy, bor biz bor. Ey, ko'rikmikan katakdan chiqmaganda qo'raringni chiqamaysan-ku. Chiqsam bilan olishding talavonga o'ltadim ada. Ey, balam oy. Bu uydan chiqmay bekor yotmabdi. Va yaqinda-chu, cho'ng bir zamoniy parni qurgidak. Aka qo'lingni. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Birga olsun hadi. O'tganda g'ilpal degandek qildim. Yalan ip bo'ldingmi? İp buldum adaş, ip buldum. He. Ben mahallemizdeki kantiki kadrlar yaxshi qo'lladi. Yuqorida tushgan xizmat ko'rgan kadrlarni haqsiz daypayib berdi. Shu daykom bilan parnikni buni qurib olay deyman. O parnikni qurib olsam, mahalladagi bekorchilarning hammani ashaga solsak, adash nimaga yaxshi bo'ladi? Voy. O'g'il aka qo'lingni. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Voy, adash. Sen baqu bizning mahalla uchun baqu. Çok yaxshi qiladi. Ey, bizning hukumatimizning siyosati shunday yaxshi. Elni moyil qilish, el royini bilish, elga naf yetkazish degan mush emasmi? Men qarachinim adash, agar iqtisod yetishmay qolsam o'g'il, dodam ishimizni ayt desam biz bor. Rahmat aleyküm, rahmat. Sen-chi o'z vaqtida sana bismillah o'yinni yaxshi ko'rmay, obdan o'qigan bo'lsang, bolam, mana lekindek cho'ng ishlarni qilading emasmi? Bo'lsa qiladi da. Hijil qilmaydi. Saudga o'nchilikni deb ketma. Salih og'aynamni yaxshi tirishdi. Tirishgan uchun mahallimizning boyning birsi bo'ldi. Ularning kichik vaqtida bizning to'liq tarbiya beratding. Lekin bir tarbiya mushkam uchun mening qalbimdan ketmaydi. Voy, bu ishga o'yin qilgan men nurg'un tarbiyalarni bergan. Voy, bu qaysin deydi Salih? Adash to'liq deb qizdiratdim haliqida. Voy dedim dada, kichik vaqtimizda ukamda ishimiz maktabga berish qo'shaqmay, tursaq bo'lib chaqiratdim. Dadam birni berdigan o'xshaydi deb, enon kelsak, "Ey!" dedim. Ha? Buni maldog'u ikki bekachi bor. Biri buni ishkin, yana biri Nurahmatning qeri ishdi deydi.